Mana bunaqa tarzda mana bu shaklda chizib olasizlar va birinchi oyni nomini yozasizlar. Misol uchun hozir biz aprel oyi. Keyin qiladigan asosiy ishlaring yozasizlar. Misol uchun kimdadir bittagina ish bo'lishi mumkin, kimdadir ikkita, kimdadir uchta va hokazo. Hop, menda hozir bu rus tili uchun reja tuzganman. Rus tili uchun menda asosiy qiladigan ishim kitob deganim, ya'ni bu o'sha hozir o'qiyotgan kitobimdagi mavzular va lug'at, ya'ni har kuni so'z yodlash ustida ishlashim kerak. Bu mani ikkita priority, ya'ni eng asosiy qiladigan ishim. Hop, undan keyin men misol uchun bugundan boshladim. Mana 3-aprel. Hop, bugun men ikkinchi unitni, ya'ni ikkinchi mavzuni to'liq o'qib chiqishim kerak, ya'ni to'liq bajarishim kerak. Hop, chunki birinchi unitni o'zi qilib bo'lganman, shuning uchun 2 dan boshladim. Hop, endi 4-kuni, misol uchun ertaga men 3-unitni, birinchi va ikkinchi modulini tugatishim kerak. 5-kuni, ya'ni 5-aprelda esa men 3-unitni, 3-modulini va повторение, ya'ni takrorlashni tugatishim kerak bo'ladi va hokazo. Ya'ni men o'qiyotgan kitobda hozir jami bo'lib 14 ta mavzu bor. Shu 14 ta mavzuni men har kuni 2 ga bo'lib o'rganadigan bo'ldim. Chunki mavzular juda ham katta ekan, shuning uchun katta mavzu bo'lgani uchun har kuni bitta mavzuni 2 ga bo'lib, yarim qilib o'rganmoqchiman va mana shunaqa hisob-kitob qilib chiqqanimda natijada men 27-aprel kuni kitobni to'liq 14-unitini 3-modul повторенияsi bilan qo'shib to'liq kitob tugatar ekanman. Men bu 28-aprelda qo'shgani sababi to'liq повторение qilaman, ya'ni mana shu butun kitobni, ya'ni 14 ta mavzuni to'liq lug'atlari bilan, qolib ketgan joylari bilan, misol uchun qolib ketsa-da, xudo xohlasa qolib ketmaydi-yu, xullas shunaqa bir kun to'liq takrorlash uchun ajratdim. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman, misol uchun. Endi buni hozir men shunaqa rejani arab tili darslarim uchun ham qilaman hozir. Hop, keyin o'zi men bu rejani oldin ham qilganman. Misol uchun 2024-yilda ham mana shunaqa reja tuzganman, ya'ni u ingliz o'rganayotgan paytim edi. Misol uchun men oldin Destination B2 kitobiga tuzgan ekanman. O'ta hozir qilgandim, mana bu oyni raqamini yozib chiqqan. Misol uchun yanvar oyi uchun qilganman. 22-yanvardan boshlaganman va mana bu yoqda unitlarni raqamini yozib chiqqanman, misol uchun. Shol 2 ga ham xuddi shunaqa reja tuzganman. Mana bu yoqda oyni raqamini, kunni, bu yoqda unitlarni raqamini. Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki Telegram kanalimda mana shunaqa foydali ma'lumotlar juda ham ko'p.